Assalomu alaykum, hurmatli til o'rganuvchilari. Bugun siz bilan birgalikda yaqinda Argentina va Angliya o'yinidan so'ng Guardian jurnalida chop etilgan maqolani birgalikda tahlil qilamiz. Umid qilamanki, bu tahlil siz uchun manfaatli bo'ladi va ingliz tili darajangizni oshirishga ancha yordam beradi. Agar tayyor bo'lsangiz, boshladik. Xabaringlar bor, Argentina demak 2-1 hisobda yutib, finalga yo'llanma oldi. Va bu yaqindagi artikl, bu demak aytganimdek Guardian jurnalida 15 iyul kuni chop etilgan. Demak, titlega muvofiq Argentina's late double breaks, England hearts and dramatic World Cup semi-final deyapti. Ya'ni dramatic Jahon Kubogi yarim finalida demak Argentinani oxirgi daqiqalarda urgan demak double demak late double degan ma'noda bitta ikkita goli demak Angliyani yuragini sindirdi degan maqola haqida gaplashamiz. Men o'zimga qulay bo'lish uchun bu yerda Wordga ko'chirib oldim. Demak, bizada bu yerda birinchi paragrafga qaraydigan bo'lsak, va men har bitta paragrafni o'qish jarayonida nimaga ahamiyat beraman? Demak, grammatikaga ahamiyat beraman, vokabularga ahamiyat beraman, artikellarga, prepositionlarga, masalan, iloji boricha maksimal darajada har bitta sentensidan o'zimga kerakli bo'lgan, bilmaydigan foydali ma'lumotlarni olishga harakat qilaman. Masalan, birinchi demak paragrafga qaraydigan bo'lsak, England's destiny is tournament heartbreak. Ya'ni Angliyani destiny degani demak bu fate degani. Masalan, o'zimiz uchun yozib qo'ysak bo'ladi. Taqdiri. Taqdir deb yozib qo'ydim mana. Is tournament heartbreak. Tournament demak heartbreak. Bundan nima ma'no chiqarsak bo'ladi? Tournament heartbreak degan holatda bizada o'sha bu ya'ni takrorlanadigan har doim mana shunaqa mag'lubiyatga uchraydigan katta turnirlarda degan ma'noda ishlasak bo'ladi. Xo'p, keling buni ham definition qilib yozib qo'ysak. Painful or disappointing, defeat deylik. Mana defeat. Demak, bu yerda defeat degani qarshi ichida to'g'ri tarjimasini yozib qo'yamiz. Demak, mag'lubiyat. Mag'lubiyat ana. Demak, a painful or disappointing defeat in a tournament. Demak, o'sha musobaqalarda tournament degan competition, contest bo'ladi. Demak, mana shunaqa musobaqalardagi alamli yoki o'sha azobli mag'lubiyat. Bu demak shu taqdiri bo'lsa kerak deyapti. Keyingi holat, the only question concerns when it comes and how the fates will contrive to make it as painful as possible. Demak, yagona noaniq narsa, yagona savol deymiz ham, the only question concerns. The only thing that is uncertain. Hop, qachon bu sodir bo'ladi? Va qanaqa fates voyage izilada biz taqdir dedik. Taqdirlar demak buni iloji boricha painful demak bizada o'sha azobli, og'riqli bo'lishini ta'minlaydi. Demak bu yerda contrive degan so'z bor. Hop, fates will contrive deyapti. Bu degani o'sha fates will somehow deymiz arrange or cause something to happen. Odatda demak o'sha yerda yozib qo'yaman. Usually something unfortunate. Iloji boricha qanaqa qilib azobli qiladi. Xo'p, this was an implausibly brutal new low. Bu yerda mana implausibly degan so'z bor. Implausibly demak implausible degan so'z bor o'zi. Demak unbelievably deymiz demak in a way that seems very unlikely, yani improbable or hard to believe deylik. Ana definition sifatida. Keyingi so'zimizda demak brutal. Brutal degan so'z odatda demak bu C1 darajadagi so'z, juda ham foydali ishlasanglar bo'ladi. Cruel, shafqatsiz deymiz yoki violent and completely demak without feelings. Demak bizda mana shu birinchi paragrafda topgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat. Ya'ni oxirgi sentensiga muvofiq bu safargi demak mag'lubiyat tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada shafqatsiz bo'ldi deyapti. Ana endi ikkinchi paragrafga qaraydigan bo'lsak, Thomas Tuchel's team had fought fire with fire on an occasion that was overloaded with shredded nerves. Keyingisi, the first half was a physical fight. Mana semicolon berilgan ekan. It was gripping all the same.
and the possibilities seemed endless for England when Anthony Gordon put them in front shortly after halftime. Her first appearance in the World Cup final since 1966 looked on. Juda ham ajoyib demak paragraf bu yerda ham va ancha foydali informatsiyalar olsak bo'ladi. Bu yerda nima deyapti? Mana shu inson boshchiligidagi jamoa demak Shred Norris deganda asablar tarang tortilgan uchrashuvda demak Argentinaga demak mana bitta fought fire was fire degani o'z uslubida qarshilik ko'rsatdi degan ma'noda kelyapti. Demak, bu holatda birinchi bo'lim nima bo'lgan? Haqiqiy jismoniy kurashga aylanibdi bu holatda va semikolon aytyapti. Demak, ammo baribir demak hozir bilan ketma-ketlikda yozib chiqamiz. Gripping all the same degani juda ham tomoshabob bo'libdi. Hammani e'tiborini tortdi. Keyin ikkinchi bo'lim boshida Anthony Gordon hisobni ochgach, Angliya uchun demak 1966-yildan buyon ilk bor jahon chempionati finaliga chiqish orzusi juda yaqin ko'rina boshladi deyapti. Mana demak umumiy bu yerdagi informatsiya shundan iborat. Ana endi biz sekin-sekin astalik bilan har bitta ma'lumotni yozib o'zimiz uchun kerakli bo'lgan informatsiyani olamiz. Demak, nimalar bor bizda? Bir deb yozib qo'ysak, hop, fought fire with fire. Bu juda ham demak ajoyib ma'lumot. Fought fire with fire. Bunga muvofiq demak respond deymizmi? To an attack or a challenge using the same methods. Ketdi. Ikkinchi muvofiq demak on an occasion that was overloaded. Demak overloaded degani o'sha to'lgan, yuklangan with shredded nerves. Mana shu demak hammasini yozib qo'yaylik. Overloaded with shredded nerves. O'zi shredded degani masalan kimdir agar jismoniy ko'rinishi yaxshi bo'lsa, ya'ni muskullari bor, shug'ullangan inson bo'lsa, odatda biz o'sha shredded degan so'zdan foydalanamiz, ko'p holatda kuchli bo'lsa, well developed muscles bo'lsa. Hop, bu yerda overloaded with shredded nerves degan holatda filled with extreme nima deb bo'ladi? Tension. Hozir bularning ma'lumotlarini berib ketamiz. Anxiety and emotional strain deylik. Emotional strain. Ana bu yerda bu ma'lumot bularni ham yozib ketsak bo'ladi. Demak, bizda tension degani nima degani? Tension juda ham ajoyib so'z bu ham. Feeling of nervousness deymiz. Nervousness. Before an important or difficult event. Ana. Keyingi ma'lumot, demak bizda bu yerda anxiety degan so'z ko'pchilikka juda ham mashhur bo'lgan so'z. Juda ham o'sha nervousness bilan bog'liq, excitement bilan bog'liq. Bizda ikkinchi chiroyli so'z bor, strain degan so'z. Demak, strain degani odatda a force or influence. Ya'ni kuch yoki ta'sir that puts pressure. Ana. The pressure on bilan keladi. Hop, mana shu ma'lumotlarni oldik. Endi davomida. The first half was a physical fight. Demak, birinchi yarmi deyapti mana. Juda ham jismoniy jang bo'ldi deyapti. Keyingi holatda bizda mana semicolon kelibdi. Bu juda ham ko'pchilikni qiynab qo'yadigan holatlardan bittasi semicolon. Semicolon o'zi nima bo'ladi? Semi bu yerda ham ta'rif berib ketaman semicolonga. Semicolon juda ham ko'pchilik qiynaladigan grammatik holatlardan hisoblanadi. Bu semicolon demak is used to link two closely related or independent deylik, mustaqil bo'lgan sentencelarni clauses deylik, clauses or to separate complex items in a list. Ana. Demak, ro'yxatdagi o'sha complex itemlarni yoki bir-biridan mustaqil bo'lgan clauselarni, ya'ni bu yerda bog'lashda foydalaniladi. Xo'p, davomida aytyapti, it was gripping all the same. Juda ham demak ajoyib so'z bo'ldi bu yerda. Alohida yozib qo'yaman. All the same. All the same bu bizda C1 darajadagi so'z hisoblanadi. Bu degani, ya'ni despite what has just been said desa bo'ladi. Ya'ni aytilganiga qaramasdan degan ma'noda ishlatiladi. Keyingisi 7-si bizda gripping. Gripping degan ham bu ham C1 darajadagi so'z hisoblanadi. C1.
Hop, grippingning ma'nosi nimadan iborat bo'ladi? Something gripping is interesting or exciting. Um, that it holds your attention completely. Cool. In the book paragraph muvofiq, Argentina were not finished. There has been a feeling during this tournament that they are beatable, and yet nobody has beaten them. There is a reason for that. They are champion courage. They dug deep into it in the closing stages to complete one of their greatest fightbacks. That it came against England, the old enemy, made it even sweeter. Xo'p, bu yerda nimani tushunamiz? Bu paragrafga muvofiq Argentina hali ishini tugatmagan edi. Turnir davomida demak ularni mag'lub etish mumkin degan tasavvur paydo bo'ldi, ammo hozirgacha bunga hech kim erisha olmadi. Buning sababi bor, deb aytyapti. Ularning chempionlarga xos jasorati, demak courage degani jasorati. Ular o'yinning so'nggi daqiqalarida aynan shu ruhiy kuchga tayandi va tarixdagi eng buyuk kambeklardan birini amalga oshirdi. Ha? Demak, buning ustiga bu g'alaba azaliy raqibi, endi anime degan dushman deb tarjima qilmaymiz bu holatda. Azaliy raqibi Angliyaga qarshi qo'lga kiritilgani uni yanada shirinroq qildi. Ajoyib, demak, paragraf bu o'rinda ham e'tibor bersangiz, Argentina were deb gapiryapti. Demak, butun bir komandani nazarda tutyapti. Argentinani o'zi singular noun bo'lsa ham, demak, there has been a feeling. Ko'rib turganingizdek, demak, feeling bilan oldida article bor. Present perfect holatda gapirilyapti during this tournament that they are beatable. Demak, beatable bu ham chiroyli so'z. Beatable, demak, can be beaten deymiz. Va bizda alohida sentence kelyapti. Bu o'rinda n'dan oldin virgul qo'yilishi shart bo'lib qoldi. Mana yet. Nima yet deganda bizda o'sha but ma'nosida kelyapti. Lekin nobody has beaten them. There is a reason for that. Ya'ni shu sabab bor deyapti. Their champion courage. Demak, ularning chempionlarga xos jasorati. Mana bu chiroyli so'z kelyapti. They dug deep. Demak, dig degani o'zi qazish degani. Bu endi dig deep ma'nosiga qaraydigan bo'lsak, demak find extra strength deymizmi, kuch yoki bo'lmasam o'sha jasorat deymizmi, iroda deymizmi, determination or demak urinishlar when facing, ya'ni duch kelayotgan paytimizda a difficult situation. Ana. Keyin into it in the closing stages to complete one of their greatest fightbacks. Mana fightback degan so'z bu ham chiroyli so'z. Biz endi bu so'zni comeback deb ishlatamiz. Odatda o'zbek tilida comeback after demak being in a losing or a difficult position. Ana. Xo'p, keyin buni shu Angliya, ya'ni azaliy raqibiga qarshi bo'lishi made it even sweeter deyapti. Ya'ni uni ham juda ham shirin bo'lishini ta'minladi deyapti mana. Demak, make it even sweeter. Bunga ham chiroyli gaplar tuzib chiqsak bo'ladi. Masalan, playing against, agar example beradigan bo'lsak, masalan. Playing against an old opponent, right? Made this victory even sweeter deymiz-mi? Mana shunaqa biz example bersak bo'ladi. The regrets belong to England. To show how to preserve, boshdan tarjima qilib keta qolamiz. The regrets belong to England. Ya'ni pushaymonlik faqat Angliyaga tegishli bo'ldi degan ma'noda aytyapti. To show how to preserve what he had in the final quarter with a switch to a back five. Ezri Konsa coming on for Gordon and playing as the right-sided center half. Bu holatda nima deyapti? Demak, so'nggi chorakda qora deyapti. Tushel qo'lida bor ustunlikni saqlab qolishga urinib, himoyani 5 kishilik tizimga o'tkazdi. Keyin bu yerda demak Ezri Konsa Gordon o'rniga maydonga tushib, o'ng qanot markaziy himoyachisi sifatida harakat qildi deyapti. Davomida demak head coach, ya'ni bosh murabbiy had successfully sent out the 3-2 win against Mexico in the last 16 with 5 defenders on a night when his team were down to 10 men. There were no repeat here. Demak, bu holatda bosh murabbiy bundan avval Meksikaga qarshi shu o'yinda 16 oxirgi 16 talikda demak o'sha bahsda jamoasi 10 kishi bo'lib qolganiga qaramasdan
5 himoyachisi bilan o'ynab 3 hisobida g'alabani saqlab qolgandi, ammo bu safar bunday reja ish bermadi degan ma'lumotni tushunsak bo'ladi. Endi birinchidan, masalan, soat degan so'zni bilmaydiganlar uchun, demak, SIG, SI, mana shu so'zni demak o'tgan zamoni bo'ladi. Demak, uchinchi shakli ham shunaqa holatda bo'ladi. Preserve degan so'z bor bu yerda, demak, preserve degan saqlab qolish ma'nosida aytiladi. Save, keep, deb, retain degan so'zlar bilan masalan ishlatsak bo'ladi. What he had in the final quarter, demak, quarter bu demak oxirgi chorak ishlatsak bo'ladi. Switch, demak, o'tkazish. To, bu yerda demak back five deyapti, ya'ni himoyani 5 kishilik tizimga o'tkazganini gapirdi. Keyin coming on four, mana shu so'zni yozib qo'ysak bo'ladi. Juda ham yaxshi so'z. Demak, bu o'rinda Gordon o'rniga keldi degan ma'noda ishlatilyapti. Demak, to enter the game as a, demak, o'rniga egalladigan holatda bo'ladigan bo'lsa, masalan, mana bunaqa so'z bor. Substitute. Agar maktab holatida yoki umuman ta'limda substitute teacher bo'ladigan bo'lsa, kimnidir o'rniga keladigan ustozni substitute teacher deb aytadi, o'rnini egallab turadigan, cover qiladigan. Demak, bu holatda to enter the game as a substitute for another player deb qo'yamiz buni. Keyingi holatda bizada right sided, center half, o'ng taraf, o'ng qanot, demak o'sha markaziy himoyachi degan ma'noni tushundik. Head coach, bosh murabbiy, bu so'zni bilmaydigan misollar uchun bosh murabbiy. Had successfully seen out the 3-2 win against Mexico in the last 16 with 5 defenders. Yani defender deganlar bitta himoyachilar ma'nosida aytyapti. On a night when his team were down to. Bu ham yaxshi fraza mana. Down to 10 men. Ya'ni o'sha soni kamaydi degan ma'noda reduced in number slash amount deb qo'yamiz. Demak, 10 kishiga kam o'ynayotgan holatda baribir eplab ketgandi, lekin bu takrorlanmadi, bu o'xshamadi, bu reja degan ma'noda kelyapti mana. Mana endi keyingi paragrafga o'tamiz. The frustration was that the tactical shift invited Argentina to press onto the front foot. Tuchel played with fire. Argentina dominated the closing stages. It was their attack versus England's defense with the equalizer. No. The frustration was that the tactical shift invited Argentina to press onto the front foot. Nima degani bu? Eng katta demak frustration, ya'ni ranjish shunday ediki, taktik o'zgarish, ya'ni tactical shift. Nima qildi bu yerda? Argentinaga oldinga chiqib, bosimni kuchaytirish imkonini berdi deyapti. Keyingi holatda Tuchel played with fire, demak Tuchel xavfli o'yin qildi. Argentina dominated the closing stages. Demak, Argentina o'sha oxirgi daqiqalarda ustunlik qildi. It was their attack versus England's defense and the equalizer was well signposted. Ya'ni bu Angliyaning himoyasiga qarshi Argentinaning hujumi edi va tenglashtiruvchi gol kelishi allaqachon sezilib turgandi. Keyingi holatda that it came as late as the 86th minute only added to England's devastation. Demak, o'sha bu golni faqat 86-daqiqada urilgani Angliyani alamini yana kuchaytirdi. They were so close. Ya'ni ular g'alabaga juda yaqin edilar. Endi bu holatda nimalarni olsak bo'ladi? Masalan, frustration. Juda ham chiroyli so'z, frustration. Buni qanday aytsak bo'ladi? The feeling of disappointment deylik. Disappointment. Yoki annoyance deymiz ham. Annoyance. Keyin tactical shift. Shift degani o'zi o'zgarish, ha? Endi bu holatda change in strategy. Strategy or game plan desa bo'ladi. Keyin holatda demak bizada press on to ya'ni yozib qo'ya qolaylik, onto the foot. Bu endi attack aggressively yoki take control desa bo'ladi. Ya'ni hujumga o'tish. Hujumga o'tmoq qo'ya qolamiz. Bu o'rinda tashabbuzni qo'lga kiritish. Keyin holatda to shed played with fire, play with fire. Bu holatda take a dangerous risk. Ya'ni xavfli tavakkal qilmoq deymiz. Hop, keyingi o'rinda bizada equalizer. Buni S bilan yoki Z bilan yozsak bo'ladi. Equalizer, aniq yozib qo'ya qolamiz.
goal that makes the square deylik level. Ya'ni bu o'rinda tenglashtiruvchi um, goal deya qolamiz. Mana yana qaysi so'zimiz bor? Hop, was well signposted. Endi to be signposted degan holatda bizda demak to be clearly predicted yoki indicated. Um, indicated beforehand. Yani oldindan sezilib turishi. Buni qavs ichida oldindan belgisi ko'rinib turishi deymizmi? Mayli, oldindan sezilmoq. Xo'p, keyingi o'rinda bizada qaysi so'z bor? Ajoyib so'z bu. Devastation nosey bo'ladi. Bu ham chiroyli so'z. Devastation. Demak, devastation holati extreme sadness or disappointment. Bu holatda qattiq alam deymizmi? Alam, bayron qiluvchi tushkunlik deymizmi? O'zbek tilimiz juda ham boy, demak xohlagancha sinflarni yozsak bo'ladi. Endi keyingi paragrafga o'tamiz. Enzo Fernandez scored it with a fierce drive after Argentina had worked a short corner via Lionel Messi, and England were floored before they could stagger on into extreme time. Enzo Fernandez Lionel Messi orqali qisqa burchak zarbasini amalga oshirgandan keyin kuchli zarba bilan gol urdi va Angliya qo'shimcha vaqtga zo'rg'a yetib borishidan oldin Argentina ularga og'ir zarba bergani haqida gap ketyapti. They thought they had escaped when Alexis McAllister sent a low shot against the post. Right? Angliya demak Alexis McAllister postdan yo'llagan demak zarbasi darvoza ustuniga tegib qaytgach qutulib qolganiga ishonishdi. It was the second time he had hit the woodwork. Ya'ni bu ikkinchi marta edi. O'sha u to'pni darvoza ustuniga demak o'sha tekkizdi ikkinchi marta degan ma'noda kelyapti. But Messi recycled the move on the right, jinked and crossed deep. Ammo demak Messi o'ng qanotda hujumni davom ettirdi, raqibdan qochib o'tib, demak qochib o'tdi va uzoqqa uzatma berdi. Hop, Lautaro Martinez, to'g'ri o'qiyapman deb o'ylayman, was unmarked, and when the Argentina substitute headed home, England was primed to do likewise. Demak, bu holatda Lautaro Martinez esa nazorasiz qolgan edi va Argentina zaxiradan maydonga tushirgan hujumchisi bosh bilan gol urganida Angliya ham xuddi shunday javob qaytarishga tayyor holatga kelgandi. Juda ham bizada bu paragrafda foydali bo'lgan so'zlar ko'p ekan. Demak, birinchisi bilan boshlaymiz. Score with a fierce drive deylik. Bu holatda score gol urish, score a goal with a powerful shot deb qo'yaylik. Demak, kuchli zarba bilan gol urmoq. Hop, keyingi frazamiz bizada work a short corner. Take a corner kick using a short pass, ya'ni qisqa o'sha uzatmalar bilan instead of a direct pass. Ya'ni pass degan o'tkazish nazarda tutyapti. Direct cross deylik buni. Direct cross. Bu holatda pas orqali burchak zarbasini amalga oshirmoq. Hop, keyingisi England were floored. To be floored. To be floored holatda bu demak to be shocked or heavily affected. Qattiq o'sha zarba qabul qilib olgani haqida gapiryapti. Qattiq zarba qabul qilib olmoq. Hop, keyingi holatda could stagger on. Demak, continue with difficulty. Ya'ni zo'rg'a davom ettirmoq. Keyingi holatda send a low shot.
Cake. Hop, tip, tag, low shot. Kick the ball close to the ground. All right. Close to the ground, ya'ni pastdan zarba yo'llamoq. Hop, keyingi holati he had hit the woodwork. Hit the woodwork. Bu holatda hit the goal post deylik yoki or crossbar. Ya'ni bu o'sha darvoza ustuniga darvoza ustuni to'sini deb qo'ysak ham bo'ladi. To'siniga tegmoq. Mana shunaqa demak frazalarimiz bor. Hali juda ko'p ekan bu yerda. Yaxshi informatsiyalar topsak bo'ladi. But messy demak recycled. Recycled the move. Recycled the move. Nimani tushunsak bo'ladi bu holatda? Demak restart or continue and attacking desak bo'ladi. Attacking play deylik. Bu holatda demak hujumga hujumni qayta tashkil qilishdi. Hujumni qayta tashkil qilmoq. Xo'p, keyingi frazamiz jink it. Jink it degan so'z ma'nosi demak made a quick sudden change of direction desak bo'ladi. Change of direction. Bu holatda demak keskin burilib ketmoq. Keyingi holat cross it deep. Cross it deep holati bizada demak send high yoki o'sha long deylik, long pass into the far area. Ya'ni uzoq joyga o'sha uzatib berish, uzoqroqqa uzatma bermoq. Keyingi holat was unmarked. Bu ham chiroyli so'z. Was unmarked degani demak had no defender close to him degan ma'noda keladi. Ya'ni himoyachisiz qolgan. Himoyachisiz qolgan edi degan ma'noda kelyapti bu yerda. Keyingi holat bizada demak had home. Shu ham chiroyli fraza. Demak had home degani score with a header, ya'ni bosh bilan gol urmoq. Bu ham chiroyli so'z. Keyingisi to be primed. To be primed, to be ready yoki bo'lmasam prepared degan holatda, ya'ni tayyor bo'lmoq. Yozmasak ham bo'ladi. Demak likewise, buni ko'pchiligimiz bilamiz. Demak in the same way deymizmi? Yoki bo'lmasam similarly desak bo'ladi. Xuddi shu yo'lda yoki shuningdek degan ma'nolarda keladi.